ustozning bergan kitoblari G'ordagi omonat kitobi bo'lib, bu kitobda asosan milliy qadriyatlardan iborat bo'lgan, ya'ni qadriyatlarni bir g'orga joylashtirgan, ya'ni o'sha qadriyatlarni SSRdan keyingi mustaqillikka erishgan davrimizda hammasini qaytarib olganligimizga qol tasvirlangan va u yerda insoniyatning ya'ni mana shu qadriyatlarni qanchalik qiyinchiliklari bilan ham saqlab qolganligi kishini o'ziga jalb qiladi va mana shu jihatda meni juda ham o'ziga jalb qildi. Aytish kerakki, bu kitobda qadriyatlar yaqqol namoyon bo'lgan, milliy qadriyatlar hammasi namoyon bo'lgan. Bu kitob shunchaki so'zlar bilan ta'riflab bo'lmaydi, shuning uchun o'zimning ta'riflarim qisqa. Bu kitob G'ordagi omonat deb nomlanadi va ichidagi ma'no ham shunga mos. Bu o'zbek xalqining qadimiy an'analarini hozirgi zamonaviy qadriyatlar kirib, eski qadriyatlar o'rnini bo'shatib berayotganligi aks etgan deyishimiz mumkin bu kitob bilan. Yana aytishimiz mumkinki, bu kitob o'tmishga bevosita insonni o'tmishga bog'laydi va shu bilan birga kelajakni ham unutib qo'ymaymiz bu kitobni o'qiganimiz bilan. G'ordagi omonatda asosan milliy qadriyatlar, an'analar yo'qolib borayotgan, shularni tiklash qayd etilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Hammaga mana shu kitobni o'qishni tavsiya beraman. Asarni o'qib ekansiz, muallifning xalq hayotdan naqadar yaxshi xabardor ekanligini anglaysiz. Unda ming yillardan buyon o'zligimizga singib ketgan aziz va mu'tabar o'ziga xos milliy qadriyatlarimiz qahramonlarning umr yo'lini yo'qotib boradi. Ayni shu xil manzaralar tasvirida ham izchil davom ettirilganligiga guvoh bo'lasiz. Mutolaa jarayonida g'ayrat va shijoatga to'la millatimizning bugungi yoshlari asar qahramonlari bilan hamfikr va hamroh bo'lib qolgandek ich-ichidan kechadigan his tuyg'ulardagi hamohanglikni his etib boradi. Yana Krilchani o'qiyapti. Krilchani mendan yaxshi o'qiyapti. Krilchani men 14 yoshimda o'rgandim.